dünyada aşkarlanmaydigan sir yo'q dedingiz. Masalan, söhbetimizden beşiğini tilga aldık. Mutlak mahfi Sovet İttifakı'nın materyallerini gördüm. Yani Ahmetcan Kasimi'nin öldürülüşü, bu mesele mesela hazırgacha tek mahfiyetliki içi bitilmegen sırlar ilham badana. Elbette o siz bu içi bitilgen narsa Sovet İttifakı yemirilgendikin içi bitilgen hüccetler bu arşivler. Doğru. Hem de demiş desiniz o devlet organları şu cay hükümet açmagan arxivni onu görüş mümkün emas. Xoş. O devletning mahfiyetli bo'ladi siyosati. Şu arxivlarning hammasiga mahfiy, mutlaq mahfiy, yüksek derecede mahfiy degan tamg'ilab bisildi. Ma'lum yil qo'yildi uningga. Onun da yil qo'yildi. Yani manchi yil degan narsa undaqni endi şu devlet o'zining ahvoliga qarab belgilaydi. Şu siyosiy sharoitga qarab turib. Bu Sovet İttifakı'nın Sharqiy Turkistonga ait arxivlari 30-yillardagi siyosatiga ait arxivlar, 40-yillardagi ait 50-yildan keyingi arxivlarning hammasining darajasi har xil. Arxivlarning xili ko'pi Sovet arxivlarining masalan Garov deydi, Devletlik Rusya Federasyası Devlet Arxivi. Ondan başka Rusya Federasyası Harbiy Arxivi. Rusya Rusya Tashqi siyaset arxivi degandek aşina arxivlar var. Şuningda Sharqiy Turkistonga munosabatli Sovetlarning Ruslar degan cho'ng hukmchi. Char podshohning ayrim, keyingi Sovetlar Rossiyasining ayrim, bugungi Rossiya ayrimligi buning hukm bo'yicha. O arxivlar burungi vaqtlarda mutlaq maxfiy bo'lgan. Uning ichida bir qismlarni foydalanishga berilgan. Qadam-qadam pash qilingan. Ammo Sovetlar ittifoqi yiqilgandan keyin 90-yillarda nayt ko'p arxivlar Sovet davrining. Sovetning burungi tarix musofirlari siyosiy bostirishlar jinoyat tariqasida qaralgan vaqtida, dastlabki vaqtlarda nayt arxivlar ko'p arxivlar oshkorlangan, ichib o'tilgan. Xo'sh. Ammo yana ba'zi arxivlar ichilmagan. Keyingi vaqtlarda Sovet Rossiyaning siyosatining o'zgarishiga ergishib, Sovet-Xitoy munosabatlari va boshqa bugungi dunyo vaziyati asaq, masalan, yana nurg'un arxivlar ba'zi foydalanishdan taqib etilgan, ba'zi arxivlar. Xitoy bilan yaqinlashgan degan arxivlar taqib etilgan. Şunu bir yerdə biz kitabımızga foydalandığını əslidəki məxfi arxivlar. Lekin biz faydalana alaydigan, görə alaydigan arxivlar. Kögünü buladigan, özləri aşkarlagan arxivlar da bu alaylıqdır. Mən ularning məxfi arxivxanasına kirib, ularning məxfi açanmaydigan arxivini mən açanmayman onu. Bu ayrı bir iş o. Bunu da elbette ilgili aşkarlanmagan nurgun paketler buluşu mümkün. Nurgun paketler bunun içinde bada bir yerdəmdir. Çünkü hükümet özü şu Rusya hükümeti aşkarlanan arxivlar, o degeni arxivlarni qanday aşkarlaydı desiniz? Palani yıldan palani yılgacha bo'lgan Bolsheviklar partiyasının palani siyosatiga ait arxiv, palani papka, palani modla, palani nimalar içildi deydi. Ular hammani qarab chiqib ochidi. Xo'sh. O elə qarıqulaçılar hammani chechib o'tadigan ish yo'q. Ondan o degan son sanoqsiz hujjat papkalar. O okuyan bir deniz hem. Şunun içine girip, şunun ait neslerini bir-birlep izlep tepip, qezishning o'zi ayrım bir. Vaqt ayrım bir. Siz berip aşağı qildingiz. Men burun vaqtida bag'inib bilan jiq neslerini. Keyingilarni Rus arxivlari o'zi to'plab oshkorlaganlardan oldimda uning için. Men barmagan vaqtlarda. Onu ko'rish kerak. Ba'zilarini qo'lda yozisiz ko'rib o'qib turib. Hamda hozirgi nurg'un arxivlarni, ular materiallarni oshkora o'zlari nim bo'yicha e'lon qiladi. Yoki so'zlashsangiz berdi qo'lga manda qiladi. Foydalangan. Shunga Ahmetcan Qasimiylarga oid 49-yilninki toki 8-oyga 8-oygacha bo'lgan araliqdagi bir qancha hujjatlar. Masalan 49-yil 7-oyning 29-kuni bo'lsa kerak, esimda kitobimda bor. Sovet Kommunistlar Partiyasi Markaziy komitetining mushu dingli uchun Xitoy kommunistlar vakilidan birisini G'uljiga evatish, bu Sharq Turkiston inqilobchilari bilan ko'rishtirish, bularni Xitoyning shu qurildigan davlat yig'iniga qatnashtirish haqida bularni nimalar bilan ta'minlash, qatnash bilan ta'minlash uningga oid elingan bir hujjat bor. O hujjatda deyilishicha bu ishlarni davlat informatsiya komiteti degan uchur komiteti, o shu vaqtdagi davlat bexatarlik komiteti. Xo'sh. O palani mas'ul bo'ldi. Bu transport ishlariga
devletlik bu ali transport, harbiy transport, yani harbiy aviatsiya transporti. Şunun nimesi başlığı palani buludu degендek nimeler ko'rsatilgan. Onun qarab turib biz hukm qilamiz deganda Ahmetcan Qasimiye'nin ahirgi taqdiri demek Moskvaning ana aşındaq bir yurish sistemasi bilan bağlanışlıq deb hukm qilamiz. Shu hujjat kitobimda bor kirgizilgan men tarjimasi bilan. Anadan keyin Dengli Moskva taraf G'uljiga Olmut orqali G'uljiga berib, Sharq Turkiston vakillari bilan Ahmetcan Qasimiy qatorliqlar bilan ko'rish-turishga uyushtirish, ularni ivatish, saq salomat G'uljiga ivatishga oid bir qancha hujjat bor, odamlarning ismligi. Qolgan narsalar undan keyin to'xtab qolgan. Undan keyingi nozik nuqtalar yo'q. Masalan, G'uljidagi Sovet ittifoqininki konsuli nima? Sovet ittifoqining konsuli shu vaqtda Aristov, Nikolay Aristov degan odam konsul bo'lgan. U hamda yana bir yoqdan Sovet ittifoqining davlat bexatarlik organininki odamida u konsul degan. Xo'sh. Bo'lninki Denglichunni maxfiy G'uljida kutibilib, o'rinlashtirib, anadan keyin 8 ayning 17 kuni 1949 yili Isoqbek uchaylanni Denglichun bilan tunji qatim o'ttirdi ko'rishtirgan bir jarayon bor. Denglichun degan bu Xitoy kommunistlar vakili G'uljiga kelib, toki 2 kungacha, 3 kungacha Ahmetcan Qasimiylar uning bilan ko'rishgan emas. O necha qatimliq telegrammasida men keldim, tex bu yerdagi yerliklarning rahbarlari bilan, bu yerdagi doilar bilan men ko'rishaman deb bir nusx telegrammasini Moskvaga, bir nusx telegrammasini Beyjingga yo'llaganda Denglichun masalan, telegraf stansiyasini qurib. 17 kuni kelganda oqshimida, ya'ni taxminan 3 kun hisobida Aran Ahmetcan Qasimiylar Denglichun Xitoy vakili bilan ko'rishgan. Demek bu jarayonda nima uchun 3 kun ketdi? Nima uchun ular tez ko'rishmadi? Bu yerda nima deyishdi? Buning g'oyat nurg'un hujjat, maxfiy sirlar yo'q bu yerda. Buni kim bildi deganda bu Sovetning shu kunlik rekordlarida bor. Ikkinchisi Denglichun Xitoy tarafining rekordida bo'lishi mumkin. Ammo Moskva u chaqda bilmaydigan hech qanday narsa yo'q. Ular qo'l tiqmagan Sharq Turkistonning u chaqda mayli Urumchidagi siyosati bo'lsin, mayli boshqa yerdagi siyosati bo'lsin, hatta Xitoy kommunistlarigacha uning Sharqiy Turkiston Xinjiangga harbiy yurish qilishini, qo'shin boshlab kelishini, sizlar manchinchi oydan boshlab Xinjiangga yurish qilinglar, Xinjiangni egallanglar deganda ruslarlik Xinjiang atalg'usini ishlatgan. Shu bo'yicha da'vatim men bu yerda. Shu hammani Moskva o'zi belgilab bergan. Sizlar hatta kuchinglar yetmasa biz aeroplan yevatimiz, Mabufaning tungan qurolli kuchlarini men bir aeroplan polkini evatib, havo polki bilan ularni betchit qilib tashlayman, qo'shinlaringni yo'tkab beraman degan. Bu izchil telegrammalar bo'lgan. Bu telegrammalarning bir qismi e'lon qilindi, texnik nurg'unlari e'lon qilinmadi. Men demak, mush e'lon qilingan bilinganlarini asarlarimga kirgizib, nuqul oldi qo'yib qo'yish emas, boshqa manbalar bilan, ya'ni turli kuchurlar bilan Ruslarning o'zining yozgan, ba'zi shu vaqtdagi Rus tarixiy shohidlarining yozganlari, Uyg'urlarning yozganlari, boshqa millatning shohidlarining ko'rganlari, ya'ni ayrimcha bu oyliq. Ularni birlashtirib, analiz qilib biz ma'ni yoritishga tirishdik. Albatta men o Ahmetcanlar manda bo'lgan degan hujjatni men tep uni ko'rsatib bermayman. Uni bilishim mumkin emas. Shuni demoqchiman. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hakikaten çarı kitvettim, to'xtamay gap qilibsiz. Albatta, xo'shallik bilan. Allah razı olsun.